aka. O'zidan so'raylar. Biz ham eshitdik. Ha, eshitmadinglar? Yo'q, men Dildorni uzatyapmiz. 5 yildan keyin javob beramiz bu. 5 yilmi? Hami qo'rqmaydi, To'g'ri, bo'ldi 5 yilda dillarda o'yin qilamiz. Chotki, javob. Hozir nimaga chopinglar shashlik? Wow, oh my god. Assalomu alaykum Hamid aka. Fayyozlar nima gap? Senim tinchmisan? Bir ekan Hamid, to'ppa-to'p. Kibar nima gap gapirsa. Dildorni tug'ilgan kunida zo'r qilib tabriklaylar. Xo'p bo'ladi. Nima deysiz? 12da kelmaylar, hop. Boradi ahmoq. Umuman bormaymiz. Sizlarga borishi mumkin. Fahriyor akani ko'rsating. Xattasini olib ketaman, o'za. Mani ko'rsating. Ey parijonim. Ey parijonim. Dildor. Kechqurun 12da 11-aprel qarasam, Dildor eshigim tagida chapechalik shamli yoqib turibdi-yu. Qayerda? Kech. Eslatib 11-aprelda. Endi men qaytarmasam bo'lmaydi deyman. Hozir Negativlarga qanday qaraysiz, Abduhamid aka? Negativlargami? Yomon qarayman. Ularga qarab nima qilaman? To'g'rimi? Olib ketaymi? Yo'q, bugun. Plan bor edi o'rtoq. Bugun aynan uringlar o'zinglar. Hamid Dildorani yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Albatta. Salom. Dildor opa tug'ilgan kuningiz qachon? Keyin. Qarash. Masga palati bermadimi hali? Qara. siz qilmadingiz. To'xta, Anvar aka gaplarini eshitib, chiqib qizilgan murodlar nima dedi? Kiyimmi bo'ldi? Chalamiz. Nima yo'q, bizni qo'shib qo'ydingiz? Bularni ham tortishim kerak, bo'lmasa bo'ladi. Zaradan ko'pmas. Xarid qabul qilsam, 5 yildan keyin pul keladi. Mana. Hamid qara. 5 yildan keyin kiydi. Da. Rosa sifatli ekan-da. Tashlabi kiyim baba. 40 marta 36. Ichida 3 ta naski kiyib kelgan. Siz tug'ilgan kuning. Siz tug'ilgan kuning. Men o'ylayman, bu kichkina bo'lsa, oyog'ing kesib kiyasan. Novaga yangi a'zo olmaysizlarmi mabodo? Yo'q. Ay ana. Tayyor turibdi. O'rtoqlar, yo'q degani shunda turibdi. Dedim yo'q. Salom Hamid aka, yaxshimisiz? Zo'rman. Biznikini ham o'qing, hammanikini o'qaman. Aka, pochchamiz kim ekan? Pochchalarmi? Bitta yozganimizga ham javob bering. Assalomu alaykum Hamid aka, kim Facebookga Faxri bilan Dildor bizga o'tirasizlar? Dildor yigitning kimligini so'rashyapti. O'rtoqlar, yigiti yo'q, Telefonda hazillashyapti. ko'rinib Akalarim bor turibdi. faqat 3 ta yonida. Da. O'rtoqlar, buni yigiti yo'q, hazillashyapti. Yana sizlar yigiti bor ekan deb kuzatishdan to'xtab qolmanglar. Ana. Yigiti yo'q, hali variantinglar bor. Hamidam buni yaxshi ko'rmaydi. Davom ettirildi yaxshi. Faxriyor ham. Bu gap lekin yolg'on. Faxriyor ham. Bunisi ham yolg'on. Faxriyor ham qizi Sizda bor-ku. ham yolg'on. Sizni ham qizingiz bor. Ishonasizlarmi shularni ham? Ishonishadi. Ishonaveringlar, men aytmayman. Choy quyib berib bo'pti, ko'p gapirib yuborish. Faxriyor kelamizda. Bu kiyimdan oxirgi 5 yildan beri umuman pustoy. To'g'rimi? Faxriyor kelamiz. Bu kiyimdan oxirgi 5 yildan beri pustoy. To'xta. Mana. Sen faqat limon choy ichasan. Hayizlar, juma muborak. Deb yozish. Faxriyor aytdi, nima qilaydi? Men shunaqa dedimmi? Sen nima qilaydi deymi? Ha, bo'ldi, men bularga aytdim.
Harbiy berasizmi? Endi gapirib yurolmayman, eshitdi ham. Lokatsiya tasha, bugun planim bor, o'zinglar aylanib turinglar, hozir. Yoki ofisimiz yig'lamizmi? O'zim o'rtog'im. O'rtog'ingda Yo'q. Instagram boshqacha. Fozilxonmisizmi? Yo'q. Fozil, ismi Fozilxon emas. Fozil. Bu yerga Fozilxon. Fozilxon degan so'zlar. Meniki ham Fozil. Yangi qo'shiq qachon va nima haqda? Ertaga sevgi haqida. Yo'q, aldayapti. Nima haqda edi? Yo, hali qo'shuvni anons tayyor. Nima deydi? Bit tayyor. So'zlar yozilyapti. Hozirda. Da? Xo'p, azizlar, sog' bo'linglar. Ko'rdinglarmi? Gaplashaveraylik. Faxriyor qo'ymayapti buni qilishga. G'iybat ham bo'ladimi? Ha, privat gaplar bo'lar ekan, privat. Shuning uchun sizlarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi premyolarda ko'rishguncha, ungacha oqarib qolarman. Xayr. Univerga boraman, univer. Qancha Xatga. kinoni ko'rdingmi? Qaysi kino? Bilmayman. O'chir. Hozir. Azizlar, bo'pti, sog' bo'linglar. Hozir davay o'rtoq ko'rishamiz. Bugun emas, bugun planlarim bor. Xudo xolasa ertaga indinlar ko'rishamiz, davay.